Assalomu alaykum rahmatulloh. Sotuvga o'zimga shaxsan mening yurgan Malibu 2 o'rinli sotuvga qo'yapman. 2018-yilda ishlab chiqarilgan 29000 probyektda sotib olgan edim. Hozirgi kunda 45000 bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Rovni mana yaqindan bilgan odamlar bu mashinani yurishini bilishadi. Salonlari laminat bo'lgan, to'liq kuzov broneplenkada, full shumizolyatsiya bo'lgan, yo'llari alcantara bo'lgan. Rovni 45000 rul kojasi ham o'ziniki hali mashina chisgan qilmaganman, chunki idealniy holatda edi. Patronlar afsetgan. Bitta mana shu video anaqa antiradar yechib olaman bo'ldi. Limit kontrollar, tiptronika, parktronika hamma narsa bor. Bo'z akustik, pamit sideni, 10 oy tonirovka ruxsat. Mana shu shumka bilan broneplenka, Michelin balon original hammasini $3000 pulim ketgan, patronlar afsetgan. Stok holatda idealniy bo'lib turibdi. Svechalar alishgan, moylar alishgan, olas shundan minas hech qanaqa ishi yo'q. Hattoki yana banferlargacha bron bo'lgan, tegi ham anaqalari ham, banferlari ham top-tozada, banferlargacha juda ham idealniy haydalgan, 2 to'r qarab yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Boshiga $6-7 ming berishsa, nasiya so'dagan chiqarib beraveramiz. Naqdga olaman degan odam bo'lsa, narxini kelishamiz, telefon qiling. Laboylari ham but-butun o'zini stok holatida. Panorama hamma narsalari bor. Общий hisobda bir $4000 pulim ketgan bu mashinaga. Mayli, endi buni navotini hisoblamagan taqdirda kelishilgan holatda gaplashamiz. Nasiya so'dagan 1 yildan 3 yilgacha chiqarib beramiz. Karselga obuna bo'lib